Choyimiz achchiq ekanmi yoki tilimizmi yoki ko'nglimiz yomon ekanmi, bir dasturxondan ovqat yedik, qorni to'yganlar dushman bo'ldi. Dilim og'ridi, chiqib ketdim. Oradan kunlar o'tib, nihoyat 3-o'g'illi xonadoniga bordim. 3-o'g'illi ham xonadonida xuddi shu ishni takror qildim. Tahoratdan ortgan suvni o'rnimga sepib, ertalab kelinga uzr etsam, ikkita kelindan eshitmagan gapni bu kelindan eshitdim. Ona, qo'yningizga olmang. Men sizni xizmatingizni qilaman deb kelin bo'lganman. Meni erimni tug'ib voyaga yetkazib siynangizni buloq qilib yemizgansiz. Bir paytlar bizni erlarimizni teylarini siz yugandirsiz, xizmatlarini qilgandirsiz. Men endi sizni xizmatingizni qilaman, qo'yingiz cho'kmasin deb kelin xizmatimni ado etdi. Yuragimdan oftob chiqqanday bo'ldi. 3 ta o'g'il tuqqan ekanman, o'g'il bolasini endi ko'rganday bo'ldim. Oxirida chiqib ketayotganda kelindan barmog'ini o'lchamini so'radim. Kelin barmog'ingizni o'lchamini aytsangiz. Kelinni barmog'ini o'lchamini bilgandan keyin to'g'ri zargarlik do'koniga bordim. Erimdan qolgan dunyo bor, qo'limda mablag' bor edi. Tilla taqinchoqlar oldim, sovg'a salomlar oldim. 3 ta o'g'limni xonadonimga taklif qildim. Ayolinglar bilan kelinglar. Kelinlar bilan birin-ketin o'g'illarim xonadonimga kirib keldi. Kirgandan keyin o'g'illarimga qarab, "Otasiz sizlarni katta qilganligim esinglardami?" "Ha, esimizda." Siynamni buloq qilib emizdim. Katta qildim. Odamlarni xonadonida xizmatni qildim. Sizlarni ulg'aytirib voyaga yetkazdim. Otasi yo'q farzandlardan kam qilib o'stirganim yo'q. Sani xonadoningga bordim, katta o'g'ilga yuzlanib. Men kasal emasman, sog'man. Xiyla uchun qildim, sinov uchun qildim. Tahoratdan qolgan suvni o'rnimga sepdim. Ayoling haqorat qilganda ham bir og'iz onam deb onani oldiga tusha olganing yo'q. Dilim og'rib xonadoningdan ketdim. U ham yetmaganday o'zimga yudirdi yotgan o'rnimni. Ikkinchi o'g'ilga yuzlandilar. Seni ham xonadoningga bordim, ro'shnolik ko'rarmikinman dedim. Ayoling menga qattiq gapirmasa ham seni o'zingga qattiq gapirdi. Onam deb yonimga ololmadi. Oy birodarlar, Madina-i Munawvara zamzam ichib xurmo yeydigan joy bilib qo'yinglar. Maishat qiladigan joy emas bu. Rasululloh tufayli biz maishatimizni tark qilmaymizmi? Rasulullohni sog'inganligimizdan boramiz ega. Yayrab yashnab, villalarda turadigan, 5 yulduzlarda turadigan uchun ketmayapmiz biz u yerda. Biz unga emas, biz Rasulullohga dardimizni aytgani ketyapmiz. Salom bergani